Hammaga salom, sizlar bilan mana shu fakir. Xullas, bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz top 3 Glow Minecraft'larni ko'rib chiqamiz. Agar video yoqsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Qani bo'lsa videoni boshladim. Xo'p, bo'ldi, bu Minecraft'imizda versiyasi 1.3.0 ekan. Oxirgi yangilanish 7-mart 2023 ekan. Yuklanmalar 10 millionmi nechta? What the fuck? Xullas shuncha odam yuklagan ekan. 27-38 megabayt ekan. Android Torator va xullas Castle Gamer Center bu o'yinni yaratgan ekan. Bu o'yin egasi va o'zini original chiqarilgan sanasi 21-dekabr 2021-yil ekan. Xo'p, bizani birinchi what the fuck Minecraft'imiz ekan. Yo, what the fuck nima bu? Tepada neft turibdi. Yo, qaysi birinchi kreativ? Yo, what the fuck? Hop, mayli kiramiz. Eski Minecraft'larda kiradigan what the heck? Nastroykalar tepada bo'lardi. Hop, kirishimiz bilan buk. Stop. Bunga qarshiman men. Hop. What the nomi kichkina nastroyki. What the heck? Yo. Hop, branelarni. Skin. Hatto berindi bu skin. Yo. Hop, yaxshi, qolgani yaxshi. No, sal branelar g'alati ekan. What the fuck? No, bosib olardi Minecraft'da hozir what the heck? Yo. Hop, branelarni qanaqa kiyman? Ustiga bosish kerak ekan. What the qana Minecraft bu? Men qo'liga qaraydi. What the fuck? Nima bu? What the heck? Nima? Cho'chqida nechta bosish kerak mana o'tirishi? Almas brani cho'chqida. What the fuck? Brani qani? Brani. Almas brani bermadi. What the fuck? Yo. It oddiy ko'zi yo'q. What the fuck? What the heck? Qatdan keldi. What the heck? Nima bu Minecraft'da? What the? Bloklar ham boshqacha ekan. Amal. F5 bo'lganda zo'r narsa ko'rsatadim yoki yo'q ekan. Lekin yo'q ekan. What the fuck? Nima bu Minecraft? Shunday odamlar o'ynaydimi? Yo. Xullas, birinchi Minecraft shundan iborat. What the fuck? Nima bu mami? Qani bu eski anaqalari? Shundan iboratmi shunda? Yo. Mayli, keyingi Minecraft. Xo'p, birinchi Minecraft shundan iborat edi. Ana endi ikkinchi Minecraftni ko'rib chiqamiz. Bu o'yin unchalik katta ma'lumot yo'q ekan. Xullas, versiyasi 3.25.0. Oxirgi yangilanishi 12-yanvar 2026. Yuklanmalari 5 what the fuck bilmayman men nechiligini. Xullas, kommentariy yozib qoldirasizlar. Millionmi, milliardmi, xullas bilmadim. Android 6.0da hop keyin Wildefe Studios degan kompaniya buni yaratgan va chiqarilgan sanasi 24-avgust 2016-yil ekan. Xo'p, bizda ikkinchi Blockcraft ekan bu. What the fuck? Bu Minecraft emasmi? Yo. Xo'p. Skip o'ramiz. Salla menga Minecraft o'ynashni o'rgatyapsanlar. What the heck? Mayli, yaxshi lekin men hali Minecraftni bilmayman, noobman-ku oxiri. Bu yerda bloklar yaxshi. Barish sigasa. Borgin yoqmayapsan. Sen menga Minecraft o'ynashni o'rgatyapsanlar. O'zim men sal o'rgatishim kerak ekan. Minecraft yaratgan odam bo'laman-ku, ya'ni.
What the fuck? Nima bu? Yo-mayo. Uyqu sho'rga ketadimmi? Hop. Qo'limga bo'ldi qanday olinyapti shu tushunmayapman. Ozgina bir tushunmay qoldim-da. Nima? Ko'rasizlarmi? Birinchi kun yashadim, sizlar yashamaydigan bu. Nima bu Minecraft? What the fuck? Nima bu? Wow. Voy, mana shu ot, what the eshikmi? Otmi? What the fuck? Bunga anu kerak emasmi? Qizilgan. Anu xullas xanjar bilmaydi. Voy, what the fuck? Ha, o'ldetski shunaqa o'ynaydimi? Yo'q, nimadir craftni xullas yoqmadi. Nima bo'lsa keyingi Minecraftga o'tamiz. Xo'p, bizda oxirgi Minecraft qoldi va buni ismi Craftsman. Xullas bu Minecraftda hozirgi odamlar ko'p odamlar o'ynaydi. Qani bo'lsa, kelinglar shu klon versiyani ham tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bu o'yin haqida bo'lsa, versiyasi 1.60 ekan. Oxirgi yangilash 6-sentyabr 2025. Yuklanmalari bilmadim. Hajmi 1.05 megabayt. Android Star Game 12. Bu o'yin egasi chiqarilgan sanasi 27-may 19-yil. Va ko'p odam bilmab, ko'p odam buni o'ynaydi. Hozir ham o'ynashda kerak, yana bilmayman. Bu Minecraft hozirdagi ochilar ekan, ochilishi hozirdagi ekan, prosta nick yo'q. Ya'ni tepada Minecraft yoki Craftmader degan, Craftsman degan narsa yo'q. Stop, chiqish. What the fuck? Shu Steve'mi? What the hell? Yo-mayo, what the fuck? Shunaqa Steve bo'ladimi? Umrimda birinchi marta ko'rishim. Oddiy Minecraft'dagi ekan, lekin buniyog'i mayli create qilamiz. Hop, bular ham qo'shilgan ekan. What the fuck? Mayli, mana bunday qilib turaylik, chunki hozir to'g'rilab chiqish kerak nasturgan. What the fuck? Loading 8 soat kutish kerakmi endi buni? Yo-mayo, bu yerda nastroy kerak bo'lgan, yaxshi. Hozirdagi Minecraft lekin sal g'alati ekan. Tushunarsiz, nimadirlari tushunarsiz degan. Mayli. Namunchamanmi kichkina hozir ham o'ynab kelishadi, adashmasam bir ikkita bachalar. Bolalar yana bilmadim, bir ikkita odamni o'ynab kelishi mumkin, hali ham o'ynayotgandir. Detskida. Xo'p, Netherite qo'shilganmi? Yo-mayo. Fircherga bu otiladimi yo qo'yiladimi? Qo'yilar ekan, yaxshi. Seni otiladiganlar ham bor. Yo-mayo, nancha bu tez olib ketyapti. What the fuck? Mayli. Bu ham oddiy bir Minecraftdan chopilgan klon versiyasi. Ya'ni endi Minecraft Kinder tortnomga qolsa, qaysidir lol. Yo, hamma tortadi-da. Minecraft tortish qiyin emas, to'g'ri. Yo-mayo, what the fuck? Oddiy Minecraft bilan sal eskiroq versiyasi ekan. Eng oxirida mana nega qo'shilibdi. Hop, bunga hech nima demaymiz, oddiy Minecraft. Nima bor boshqa bo'ldi? Oddiy Minecraft. What the hell? Prosta klon versiyasi sal musroq ekan. Xo'p, bu yerda hech narsa yo'q, bo'ldi, xullas shu Minecraft. Keyin nastroyga qilsa bo'lmaydi. Mayli, xullas bo'ldi. Xullas, mana videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr, sizlar bilan mana shu fakir bo'ldim.